Marg'ilon shahardan, Kallaxo'rdan, Ikkipitadi yonidan ozon kvartira topib qo'ydim. Sizlar bilan bitta tomosha qilib chiqamiz. Xo'p, mana bu koridorimiz kiraverishi, to'g'rida o'zini kladovkasi bor. Bu tomonida o'zini bitta yotoqxonasi, mehmonxonasi, remontlari o'rta hol. Lekin kelib o'zingiz uchun bitta remont qilib, puli arzon. 3 xonali, 4 xona qilsa bo'ladi, puli arzon. Bu tomonida bitta o'zini xonasi. Mana chiqaverishimizga bu yerda bu tomonni ko'rsataylik. Mana yerda mana o'zini zali. Zali ham endi remontlari o'rta hol, o'zingizni sharoitingizga moslab, to'g'ri kelib, moslab chiroyli qilib remont qilib olasiz. Lekin puli arzon. Xo'p, chiqishimizga mana razdelniy alohida. Bu mana vannaxonasi. Bunisi mana hojatxonasi alohida. Evet, mana oshxonani bu balkonga olib chiqsangiz, bu yerdan bitta detskiy xona bo'ladi. Bu tomoni mana 6 metrli verandasi. Xo'p, do'stlar, manzilimiz Marg'ilon shaharida, Kallaxo'rda, Ikkipitadi yonida 4 qavatli binoda 4-qavatida bo'lyapti, lekin xo'p, 3 xonali, remonti o'rta hol, gaz suv sveti bor joydan. Xo'p, narxini 22.500 ga baholashyapti. Kelinglar, ko'ringlar, ulgib boringlar.